Boylar qanday qilib qarzlar orqali boyishadi? Juda ko'pchilik boylar qarzlarni evaziga boyiganini bu statistikalar ko'rsatib turadi, lekin kambag'allar qarzdan doim qo'rqib yurishadi. Hukumat millionlab, trillionlab dollarlarni chop qiladi va natijada u inflyatsiyaga uchraydi. Ya'ni pullar inflyatsiyaga uchraydi. Va bu inflyatsiyadan himoya qilish uchun esa birinchidan aksiya sotib olishadi va bu aksiyalarni qarzlar evaziga sotib olishadi. Ya'ni $1 million qayerdandir qarz oladigan bo'lsa, inflyatsiyani hisobiga bu qarzni foizlari bilan yemirib tashlaydi va ular kamroq foiz to'lashadi. Siz aytishingiz mumkin, agar ipoteka oladigan bo'lsa-chi? Ipoteka oladigan bo'lsa, agar o'zingiz yashaydigan bo'lsangiz, bu siz zararingizga ishlaydi. Agar siz buni daromad sifatida oladigan bo'lsangiz, bu sizga foyda keltirishi mumkin. Lekin bu yerda foiz stavkalarini chuqur o'rganish talab qilinadi. Va boylar xuddi shu usulda o'zini avlodlariga xuddi shunaqa boyliklarni qoldirib ketishadi. Agar siz pullaringizni jamg'arma sifatida bankda saqlayotgan bo'lsangiz, bank sizga 20-24% omonatdan foiz berishi mumkin. Lekin inflyatsiya ham xuddi shu raqamlarga tengligini unutmang. Chunki butun dunyoda foiz stavkalari xuddi shunaqa ishlaydi. Siz uni o'rniga to'g'ri joylarga aktiv qiladigan bo'lsangiz, pullaringiz ham inflyatsiyadan himoya qilinadi, ham siz ham boylarga o'xshab qarzlar evaziga boyishingiz mumkin. Lekin buni qanday amalga oshirishda esa sizga hech kim aytmaydi. Shuning uchun biz yopiq hamjamiyat tashkil qildik. Yopiq Telegram kanalimga o'tish uchun esa plus qoldirsangiz, biz sizga silkasini yuboramiz.